Alisher Usmonov aslida kim? Qora kunlar va ilk milliardlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Usmonov Alisher Burxonovich 1953-yilning 9-sentyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyatining Chust shahrida dunyoga kelgan. U oiladagi 4 farzandlarning to'ng'ichi edi. Uning otasi Burxon Usmonov Toshkent shahar prokurori bo'lgan. Alisher Usmonovning pasportiga ko'ra, u o'zbek, O'zbekiston, Rossiya va Britaniya davlatlarining fuqarosi. Alisher Usmonov 2012-yilda Rossiyaning eng boy odami deb tan olingan. Forbes jurnali uning boyligini 18,1 milliard dollar deb baholagan. 2013-yili Bloomberg Markets magazin jurnalining ro'yxatiga ko'ra, Usmonov dunyoning 50 nafar eng obro'li odamlar qatoriga qo'shilgan. Forbes jurnalining 2016-yildagi ro'yxatiga ko'ra, Alisher Usmonov Rossiyaning eng boy odamlari qatoridagi 3-o'rinni egallagan. Bugun Alisher Usmonov juda ko'p aktivlarga egalik qiladi. Ular ichida Rossiyadagi eng yirik temir rudasi ishlab chiqaruvchi Metalo Invest holdingi, Rossiya Federatsiyasidagi eng katta Megafon mobil aloqa kompaniyasi, shu bilan birga ko'plab internet kompaniyalar, VKontakte, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari hamda Mail.ru elektron pochtasining tekin servisida uning ulushlari bor. Alisher Usmonovning aytishicha, o'zi sevgan kasbi huquqshunoslik. Lekin huquqshunoslik bilan o'zini to'liq ta'minlay olmasligini tushungani uchun ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlagan ekan. Alisher Usmonov bir necha milliard dollarlik boylikka ega bo'lsa-da, o'zini oddiy inson sanaydi. To'g'ri, pullar nimagadir erishish imkonini beradi. Shuning uchun ham ayrim odamlar pullaringni miqdoriga qarab seni odamliging yoki odammasliging haqida baho berishadi. Men uchun esa ushbu pullar meni vazifalarimni bajaruvchilardir, deydi. Alisher Usmonov bolaligida 3 mushketyorlarni o'qib, qilichbozlikka qiziqib qoladi. 2 yilda qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosiga aylanadi. Birozdan so'ng u sport ustasi bo'ladi. Aynan o'sha paytlari Alisher Usmonov o'zining bo'lg'usi turmush o'rtog'i Irina Vinnerni sport saroyida badiiy gimnastika bilan shug'ullanayotgan payti ko'rib qoladi. 1971-yilda Moskva xalqaro aloqalar institutiga o'qishga kiradi. Biroq 1980-yilda uning hayotidagi qora kunlar boshlanadi. Bo'lg'usi milliarder yana bir yuqori mansabdorning o'g'li bilan birga o'sha payt avj olgan paxta ishi bilan 8 yilga qamaladi. 1986-yilda yaxshi xulqi tufayli muddatidan oldin ozodlikka chiqariladi. Erkinlikka chiqarilgan Usmonov boy xorijliklar uchun O'zbekistonning tog'larida ovchilik qilishni tashkillashtiruvchi sayyohlik kompaniyasiga asos soladi. Keyinroq esa universitetdagi do'stlari ko'magida Rossiyaga ko'chib ketadi. Usmonovning ilk biznes ishi polietilen paketlar ishlab chiqarish hamda tamaki savdosi edi. 1987-yilda Rossiya Federatsiyasi hukumati qoshidagi Moliya akademiyasini bank ishi mutaxassisligi bo'yicha o'qishni tugatadi. 90-yillar boshida Usmonov davlat bank biznesiga kiradi. Avval u birinchi mustaqil bank direktorlar kengashi tarkibiga kiradi. Ushbu kengash o'sha paytlari Rosneft, Migalmas, Yuvelir Export kabi yirik kompaniyalarni nazorat qilgan. Bu pallada bo'lg'usi milliarder Rossiya biznesida mustahkam o'ringa ega bo'lib, o'zining shaxsiy investitsiya kompaniyalarini tuzib, ko'p o'tmay ilk milliard dollarini topadi. 1997-yildan boshlab Alisher Usmonov gaz tuzilmasi bilan aloqalarni yo'lga qo'yib, Gazprom Invest Holdingda rahbarlik lavozimini qo'lga kiritadi. O'shanda Alisher Usmonov davlat korporatsiyasining xususiy cho'ntaklarga tarqalgan aktivlarini qaytarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi va bu ishni a'lo darajada uddalaydi. Alisher Usmonov tufayli Gazprom o'zining barcha yo'qotilgan aktivlarini qaytarib, Rossiyadagi eng yirik davlat monopoliyasi o'rnini egallaydi. 2004-yilga kelib biznesmen Metalo Invest temir ruda holdingga egalik qilib, dunyodagi eng boy odamlar ro'yxatiga kiradi. 2007-yildan u o'z faoliyatini kengaytirib, media magnatga aylanadi. Oradan 1 yil o'tib, millionlab dollar pullarini internetga kiritadi. Alisher Usmonov DCT Global va Mail.ru ijtimoiy tarmoqlarini asosiy aksioneri bo'lib, keyinroq ushbu tarmoqlar ustidan to'liq nazoratni o'z qo'liga oladi.
2006-yildan beri Rossiyaning Sanoatchilar va Ishbilarmonlar ittifoqining a'zosidir. 2006-yilda Kommersant nashriyot uyi aksiyalarini 100% sotib oladi. Alisher Usmonov o'z biznesidan tashqari jamoatchilik ishlari hamda Rossiya sportini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. 2007-yilda $72 million Rostropovichning suratlar kolleksiyasini uning xotini Galina Vishnyovskayadan sotib olib, uni Peterburgdagi Konstantin saroyiga beminnat tarzda topshiradi va bu bilan rus madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shadi. O'sha yildayoq amerikaliklardan sovet multfilmlarining jamlanmasini to'liq xarid qilib, ularni barchasini Bibigon kanaliga sovg'a qiladi. 2008-yildan boshlab Usmonovning xayriya ishlari rasmiy yo'nalishga ega bo'ldi. San'at, fan va sport fondiga asos solib, birinchi yilni o'zida xayriya maqsadida $126 million mablag' sarfladi. 2013-yilda Alisher Usmonov o'zining xayriya ishlari uchun faxrli davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan. Rus metsenatlarining orasida yetakchi o'rinni egalladi. Bundan tashqari Alisher Usmonov rus sportini xalqaro miqyosdagi rivojiga alohida e'tibor qaratib keladi. 2015-yilda Rossiya sportiga yordam berishni davom etishini aytgan. Rossiyada yangi bo'lgan professional kompyuter kibersport Virtus Pro tashkilotini rivojlantirish uchun $100 million invest loyihasini taqdim qilgan. Alisher Usmonov masjidlarga ko'plab ehsonlar qilib keladi. Bu haqida Alisher Usmonovni o'zi gapirmaydi, lekin guvohlar ko'p gapiradi va minnatdorchilik bildirib kelishadi. Alisher Usmonov Rossiyaning bir nechta yirik masjidlarini qurdirgan va qadimiy masjidlarni qayta qurilishlarini moliyalashtirib keladi. Ulardan biri Kazandagi masjidni qayta qurilishiga $5 million ehson qilgan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz lozim. 2016-yildan beri Alisher Usmonov O'zbekistonning bir nechta viloyatlariga beminnat jami $500 million dan ortiq pul ehson qildi. Qisqa qilib aytganda, Alisher Usmonovni qilgan yaxshiliklarini sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Boyligini esa butun dunyo hisoblab yuradi. 2023-yil dekabr oy holatiga ko'ra, Alisher Usmonovning boyligi $14,4 milliard tashkil qiladi. 2022-yilning 28-fevral kuni Amerika boshchiligida Yevropa ittifoqi Rossiyaning ko'plab milliarderlari qatori Alisher Usmonovni ham bo'yin egdirish maqsadida noqonuniy sanksiyalar e'lon qilishdi. Britaniya, Amerika, Yaponiya, Kanada, Germaniya, Shveysariya va Avstraliya davlatlari Alisher Usmonovga e'lon qilingan noqonuniy sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashdi va Usmonovning g'arb davlatlaridagi hisob raqamlaridagi pullarini, mol-mulklarini o'g'irlashdi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz lozim. Dunyo mamlakatlari iqtisodiy hamkorlik aloqalarida dollar tizimi orqali dollar pul birligida hisob-kitob qilgani sababli Amerika va uning koloniyasi bo'lmish Yevropa ittifoqi Amerikaning noqonuniy sanksiyalarini qo'llab-quvvatlab, dunyo mamlakatlarini dollar tizimidagi zaxira pullarini o'g'irlash bilan qo'rqitib, g'arb manfaati uchun ishlashga majburlab kelishadi. Xuddi shunday dunyoning taniqli tadbirkor milliarderlarini ham dollar tizimidagi pullarini va g'arb davlatlaridagi mol-mulklarini muzlatish bilan qo'rqitib, o'z manfaati uchun ishlatib kelishadi. Pulga mukkasidan ketgan ayrim davlat rahbarlari va milliarderlar pullarini yo'qotishdan qo'rqib, o'z davlatiga, xalqiga, milliyligiga, diniga xiyonat qilib, g'arb manfaati uchun xizmat qilishadi. Eslatib o'tishimiz lozim. Amerika Alisher Usmonovni bo'yini egdirish maqsadida birinchi marotaba 2014-yili Alisher Usmonovning boyligiga qarshi noqonuniy sanksiya e'lon qilgan. Biroq o'sha yili Alisher Usmonov iPhone va Facebookdagi ulushlarini sotib yuborishga ulgurgan. 2018-yili g'arb manfaati uchun ishlovchi Rossiya fuqarosi Navalniy O'zbekiston davlatini va aholisini haqorat qilganida Alisher Usmonov Navalniyga "Sen va senga o'xshagan aqli zaiflar, nima deb gapirishayotganingni bilishmaysan. Kimlarnidir manfaati uchun gap deb gapirishaverasan. Lekin sen gapirgan gaplaring uchun javob berasan" degan. Amerika esa Alisher Usmonovga sanksiyalar bilan tahdid qilib, Navalniyni tinch qo'yishni talab qilgan. Alisher Usmonov esa Amerikani sanksiyalardan qo'rqmasligini aytgan va Navalniyni g'arbparastligini, haqiqiy yuzlamachiligini ochib tashlagan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz lozim. Navalniy va shunga o'xshagan o'nlab Amerika manfaati uchun ishlovchilar bir necha bor Rossiya hukumatiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlarini o'tkazib, ommaviy norozilik namoyishlarida qatnashgan odamlarni Kavkaz millatiga mansub odamlarga qarshi bosh ko'tarishga chaqirgan.
Rossiya hukumatidan esa Kavkaz davlatlarini Rossiya tarkibidan chiqarib yuborishni talab qilgan. Shu bilan birga ommaviy norozilik namoyishlarida va ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya hukumatiga qarshi ko'plab tuhmatlar qilgani sababli 2021-yili Rossiya Oliy sudi tomonidan 17 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2022-yili qamoqxonada yurak xurujidan o'lgan. 2022-yili Rossiya Ukraina hududidagi Amerika jangchilariga qarshi harbiy operatsiya boshlaganida Amerika Rossiya hukumatiga va rossiyalik milliarderlarga turli xil sanksiyalar e'lon qilib, milliarderlardan va Rossiya aholisidan sanksiyalar bekor bo'lishi evaziga Rossiya hukumatiga qarshi bosh ko'tarishni talab qildi. Bir nechta milliarderlar pul, mol-mulkini yo'qotishga qo'rqib, g'arbga ketishdi va Rossiya hukumatiga turli xil tuhmatlar qilishdi. Alisher Usmonov va bir nechta milliarderlar esa Amerikani talabiga rad javobini berishdi. Germaniya Alisher Usmonovning 600 million dollarga baholangan Dilbar yaxtasini o'zlashtirgan. Shu bilan birga Germaniya hukumati Alisher Usmonovga nisbatan bir nechta jinoyat ishlari ochgan. Ulardan biri G'arbning sanksiyaviy rejimiga amal qilmaslik, ikkinchisi esa pul yuvish bilan bog'liq. Biroq Alisher Usmonov buni rad etadi. Chunki Germaniyada yil davomida 180 kundan ortiq bo'lmaganini va uning ko'char va ko'chmas mulklari trestlarga tegishli ekanini va ularni shunchaki ijaraga olganini aytadi. 2022-yilning 16-mart kuni Italiya Moliya gvardiyasi Alisher Usmonovning 66 million yevro miqdoridagi aktivlariga aloqador 6 ta kompaniyalarini muzlatib qo'ydi. Shu bilan birga Sardiniyadagi 17 million dollarlik villasini tortib olishdi. Shuningdek, 600 ming yevrolik zirhlangan Maybach C650 Kurt BP rusumli avtomobilini o'zlashtirishdi. Bundan tashqari, Sardiniya orolining Pereiro ko'rfasidagi yana bir 17 million yevrolik villa va yana 6 ta qimmatbaho avtomobillarini noqonuniy ravishda o'g'irlab olishdi. Ha, aytgancha, pul mol-mulkini yo'qotishdan qo'rqib, G'arbga borib, G'arbni talabi bilan Rossiya hukumatiga tuhmat qilgan xoin milliarderlarni pul mol-mulklarini G'arb davlatlari qaytib berishmadi. Xoin milliarderlar Rossiyaga qarshi tuhmat qilishgani sababli Rossiya departamenti tomonidan xoin milliarderlarga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi va Rossiya hududidagi mol-mulklari hibsga olindi. G'arb davlatlari milliarder Alisher Usmonovga qarshi noqonuniy sanksiyalar e'lon qilib, xususiy mulklarini o'g'irlab olishgan bo'lsa-da, Alisher Usmonovni bo'yin egdirisha olmadi, yiqitisha olishmadi. Alisher Usmonov yangi muvaffaqiyatlar sari olg'a intilmoqda. Alisher Usmonov o'z omad kaliti sifatida Usmonov biznesdagi to'g'ri va aniq strategiyasini keltiradi. U ish faoliyatida turli nizo va bahslarni ommaga e'lon qilmasa-da, huquqiy hal qiladi. Shuning uchun har qanday bahslardan g'olib bo'lib chiqadi.